Bilarmidingiz? Kam ta'minlangan oilalar elektr energiyasi va tabiiy gaz xarajatlari uchun kompensatsiya olish imkoniga ega. Assalomu alaykum, qadrli muxlis. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring va o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotga ega bo'ling. 2026-yil 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalar elektr energiyasi va tabiiy gaz xarajatlari uchun onlayn murojaat qilish orqali kompensatsiya olish imkoniga ega bo'ladi. Diqqat qiling, arizalar davlat xizmatlari markazlari, ijtimoiy xodimlar, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali qabul qilinadi. Agar oila ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan bo'lsa, kompensatsiya avtomatik tayinlanadi. Agarda daromad minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 barobaridan yuqori bo'lgan ortiqcha mulk yoki avtotransportga ega oilalarga kompensatsiya berilmaydi. Shunday qilib, arizalar har oyning 16-sanasiga qadar qabul qilinadi. Qadrli muxlis, ushbu xabar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, qolgan yurtdoshlarimiz ham xabardor bo'lishlari uchun, video keng tarqalishi uchun bir dona like tugmachasini bosib qo'yishga erinmang. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.